Bozorda qovun narxi tushdi yo ko'tarildi. Assalomu alaykum hurmatli aziz kuzatuvchilar. Hojatdan hojatlar. Charchamayapsizlar. O'zimning tirikchiligim bor bilasizlar. Qovun bozorini kech bo'lsa ham sizlarga tanishtiray dedim. Ko'rib turibsizlar, terlab yotibmiz. Issiqni ko'rib turibsizlar, bilmayman bir 50 uryapti, xudo xolasa. Muzdaginada, konditsionerda ko'rib turgan bo'lsangiz, bir dona like bosib qo'yish, shunaqa issiqda qiynalib, to'g'risi gap. O'ta maza ham qochyapti. Shunga qaddesh qilib, sizlar uchun qovun bozori narxini tanishtirib o'tdik. Chunki issiqda qovun paykalga borgan erinib yoki bozorga kelmagan bo'lsangiz ham narx bemalol bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rasizlar, qovunning eng saralari, zo'rlari chiqdi va narxi ham o'ziga yarasha. Agar like bosmagan bo'lsangiz, bosib, kommentariyada nimadir fikr qoldirib ketsalaring, bu ham bizga motivatsiya bo'ladi. Bu joy Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuv qovun bozori 20-iyul sanasi soat 10:30 atrofida olinyapti. Bemalol tashrif buyurib, qovuningiz bo'lsa kelib sotishingiz yoki olishingiz ham mumkin bo'ladi. Bemalol kelishlaring bo'laveradi, xudo xolasa. Kutamiz hamalaring. Gapim ham chalkashib ketgan. Issiqda videoni oxirigacha ko'rasizlar. Bugun bozor arzonlabdi, qovunning narxi tushibdi va bozor dim. Videoni oxirigacha ko'ringlar va bitta like bosib qo'yinglar, qizg'an chiqmasizlar. Bugun sizlarga qovun bozorini bugun atayna sal kechroq keldim. Sababi bugun qanday holat, sotilgan narxlar va asosiy narxlari xuddi mana shu vaqtda bo'ladi. Xudo xolasa biz tanishtirib o'tib ketaveramiz. Undan oldin bittadan like bosib, akalar 1000 ta like dan o'tsa xudo xolasa yangi yo'nalishlar qilishga harakat qilaveramiz. Havo harorati o'ta issiq. Sizlarga shu issiqda jonkuyarlik qilib ko'rib turibsizlar. Quyosh yondiryapti. Kelib sizlarga syomka qilib ulashishga harakat qilyapmiz va sizlar bitta like bosib qo'llaverasizlar. Qani biz ketdik. Assalomu alaykum. Hormanglar. Qovun nech pul ekan qovun? Yeting aka narxini. Mashallah. 2 million deyapmiz aka. 2 million turishi. Ha. Qani? 8 kilo vesi. Qo'lingiz olib qo'ying, charchamayapsizmi? 8 kilo vesi bor, 2 million narx aytyapsiz. Bozor qancha qilyapti xudo xolasa? Endi keldi aka. Endi yetib kelib turibsiz. Mashallah, juda zo'r. Xudo xolasa boshida turibdi. Xo'p, 800 kilo vesi bor, 2 million so'm narx aytishyapti ekan, xudo xolasa turishiga. Bozoringiz bersin aka. Ismingiz? Olimjon. Olimjon aka. Dehqon. Assalomu alaykum. Savdogar. Savdogar. Biz qiramizdan. Ajar. Xudo xolasa galdagilar sizdanmi? Kimdan bu? Qovunda yirigi zo'r, xudo xolasa. Nech pul? Puli? Ha. 3,5 ming kam bor. Bozor qancha qildi? 28 qilyapti, berganingiz yo'q. 28 qilinyapti ekan, berganlari yo'q. Xudo xolasa bugun 20-iyul. Soat 10:50 minut o'tganda sizlarga syomkamizni qilyapmiz. Ishoninglardan 3,5 ming so'm narx aytilibdi va 2800 so'm narx qilinib hali berilgani yo'q ekan. Xo'p, galdagilari. Sizdanmi bu? Sizdanmi? Kim egasi buni? Aka hollor. Ana, bilas. Bitta keyib qo'yarman-da. Nech pul? 2,5 million kam bor. Qancha qildi bozor? 1,5. Voy Imrod, ashu ikkita ova yaxshidan. 1,5 qildi shu bolaniki. Berilmabdi. 2,5 million kam bor ekan, 1,5 qildi berilmabdi, lekin qovunni juda ham zo'r ekan. Savdo pishmaydi hali. Xudo xolasa qovunni ham shu akamiz eng zo'rim tanlabdilar, mo'janim, haqiqatan. Oh! Mazayu. Ana. Boshlandi. Qochib yarishdi, ko'rdingizmi? Qochib yarishdi. Yo'q, ashaq taqimman. Qovunni ko'rsatib qo'ydimmi? Ko'rsatdim. Kimdan bu? Ana aka. Og'ajon. Nech pul? 3 ming. Bozor qancha qildi? Endi keldi. Endi yetib kelib turibsiz. Issiqda-ya. Ertalab chiqolmabsiz-da, o. Mana qaranglar. 4-inchisi nech puldan sotdingiz? Har xil. Juda zo'r. Xudo xolasa, mana qaranglar. Bugun 4-inchisi ekan. Xudo xolasa, endi yetib kelibdilar 4-inchisiga. Bozoringiz bersin. Xudo
Xudo xolasa. Hop. Qovun nech pul? Aka bizdan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Nech pul? 3,5 kammi? 3,5 ming kam bor. Xudo xolasa 3,5 ming so'm kami bor. Eshani. Bozor qancha qildi? 28 qildi. 28 qildi berganingiz yo'q. Telefon raqamingiz-chi? 93lik. 93lik 911 911 1420. 1420. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. 24 ga 48 ishlaysiz a? O'shanaqa. Yashang, bozoringiz bersin. Bozorda уже boshlanishidan kirdik. Endi bag'i yurib ketaveramiz. Mana shu yerda Dangel gap. Qo'shim, ha? Otalarsiz menga, ha? Baraka topaymi? Baraka topasiz. Qo'shim, ha? 3 mingdan bo'ladimi? Qo'shim. O'sha bering. Bering. Shu ana. Ana. Kimdan bu? Nech pul? 3,5 ming kam bor, xudo xolasa, maşallah. Qo'yni qaranglar zo'rligini. Azzakova. 3,5 ming kam bor. Bozor qancha qildi? Har xil qilgan. 28, 29, 3. 28, 29, 3 gacha qilyapsiz. Qilinyapti, berganingiz yo'q a? Yo'q. Ishlarini ham olib qo'yaylik, xudo xolasa, juda zo'r. Ko'pmi hali tagini? Tagisiyormi? Necha gektar ekdingiz? 1 gektar. Necha damas sotdingiz? Bilmayman sen ekan. Lekin soqqa sim bo'lib ketdi, during. Ha, yo'q. 3 mingdan tushgan yo'q, ja, kamtar yo'qmi bu? Borsam uyda bitta li bo'lsa kerak bitta. Ha? Telefon raqamingiz? 93lik 052 052 91 91 11. Bozoringiz bersin, gap yo'q. Hop, akalar, asta-sekinlik bilan kirib ketaveramiz va narxni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul ekan qovun? Aka telefoningizda 300 ming kam bor deyapti. 300 ming kam bor. Bu nima qovunmi endi? Mol qovun. Mol qovun so'raganlarga 300 ming kam bor ekan mana. Xohlasa, mana shu damazdagisi. Ko'pmi bundan ya tugadim bu? Bormi? Telefon raqamingizni bering, mol qovun so'raganlar. Mana shuncha. 95lik 546 1005 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Mabodo mol boqadigan akalarimiz xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Hop, aeroport kimdan? Aeroport. Sizdanmi aka? Aeroportdan kelyapti. Nech pul aytdilar narxda? Narxni bilmayman. Bilmaysiz-a? Bozorda olib chiqaveramiz. Egasini keyin olamiz xudo xolasa. Lekin qovun sarasi ekan. Ha, ko'rib turibsizlar. Bunaqa vaqtda qovun tugagan bo'lardi. Ha. Ha, maza qilyapti kimdir. Chunki issiqda. Bugun mol qovunlar. Mol qovun kimdan? Sizdanmi? Nech pul? 500 kam bor, xudo xolasa. Mol qovunlar 500 kami bor. Bozor qancha qildi quncha qovunda? 300 ming qildi, berganingiz yo'q. Voy, mashallah. Telefon raqamingizni bering, mol qovun so'raganlarga. 93lik 001 59 81. Telefon qilishadi xudo xolasa. Yetkazib berasiz-a, kelishilsa. Yashang, tagi bisyor ekan xudo xolasa. Bo'ldi, kolani ber, oldin ichaylik keyin. Navbatdagilarni olib ketaveramiz, xudo xolasa. Bu kimdan bu qovun? Bu qovunni biz oldik. Nech puldan oldingiz? 1 million 200 mingga sotib oldik. Mana shu turishini. Mana sarig'ini o'zini nereni 2600 ming sotib oldik. Ha, tushunarli. Sarig'ini 1 million 200 mingga, bunisini 2600 dan oldingiz. Aeroportda. Juda zo'r. Bozoringiz bersin. Bular kimniki? Siznikimi? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nech pul xudo xolasa? Issiqda, issiqni narxini ayting. 3000 qilyapti, bergan yo'qmiz, to'g'ri. 3000 ga bergan yo'qsiz. Kilasini 3000. Kilasini 1 kilogramini 3000 dan berishmayapti ekan xudo xolasa. Qovunni ko'ryapsizlar. O'zi men bozorga chiqqanda mana shunaqa qovunlardan 5 ta terib urug'ini olishim kerak, to'g'rimi? Xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Yashang. Hop. Yaxshimisizlar? Kimdan bu, sizdanmi? Bizdan. Charchamayapti. Dehqon bu, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nech pul aytyapsiz, xudo xolasa? Bu xolasa 4,5 ming narx aytyapti. Bozor qancha qilyapti? Bozor 3 ming qilyapti. 3000 qilyapti. Berganingiz yo'q? Yo'q, berganimiz yo'q. Mashallah. Qovunni o'zi yirikligi ham, sifati ham aytyapti, gapiryapti qovunni. Zo'r. Ko'pmi hali tagi bisyormi? Zo'r, egasi ham zo'r, Yashang. yengil savdo. Yashang. Telefon raqamingizni bering. Eshaloni bilan qilib beraman furasiga. Yashang. 2 ta 3 ta furaga javob.
telefon raqamingiz? 97'lik 97lik 230 230 73 73 39 39. İsmingiz? Fahriddin. Fahriddin akamizga qo'ng'iroq qilasizlar, xudo xolisi furaga ham, xudo xolisi uzib berishaverar ekan, tagi bisyor ekan. Bozoringiz bersin. Hop, akalar, kun issig'i bor-ku. Yonyapti. Havo harorati ullayotibdi. Sanmısın? Aldım uka 2700 so'mdan kiloga, ey. Xursam, dagarga emas, uka bozorimizga qarab, 1000 lira bozor. Ya uka 27 dan bo'lsa bechiqar. Bar aka. Oldingmi? Bar. 27 qilyapsan. Bar aka. Ey, xursandmisan? Hoji buram, yaxshimisiz? Bar aka. Ey, malades. Qanchadan ketdi? 27 dan. Yashanglar, bozorlaringni bersin. Voh, xudo xolasa ana ketdi.